Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar, aka-ukalar. Mana bugun Qashqadaryo viloyati Qarshi shahridagi Yerqo'rg'on bozoridamiz hozir. Bugun 9-iyul sanasi bilan aka-ukalar polni bozor video obzor qilib narxlarni ko'rsatib o'taman. Sizlar like bosib, obuna bo'lib qo'yinglar kanal rivoji uchun aka-ukalar. 100 mingta bo'laylik, xudo xolasa aka-ukalar, biroq bozor to'xtamaydi. Obuna bo'lib qo'yinglar, iltimos sizlar aka-ukalar, vatandoshlar. Qani ketdi, narxlarni hozir aytamiz bugun. Zillar qanchadan opa sizga? 6 bog' 7 bog' 10 ming so'mdan ha. Olmalar qanchadan? Olmalar aytishmagan narxini. Qanchadan olchalar? 11 mingdan ha. Aksiya qilib qo'yishdimi? Puduna qishlog'ida olchasiga 11 ming so'm. Aksiya mana. Olmalar qanchadan? Opa. Tarozi tortib birinchi. Qara opa, olmalar qanchadan? Olma 5 ming. 5 ming so'm managa qaranglar, aksiya. Arzon bo'lib qoldi mana. Olchani qarang. Uruklar qanchadan? 10 ming so'm ha. Pomidorlarchi? 2 kilo 15 ming. Svejiy ekan, zo'r ekan mana. Mana bular 13 mingdan ekan, olchalar so'rov migasida ancha bosib taylashgan managa. 13 mingdan managa bu olchalar. Giloslar qanchaga sizga? Bu 15 ming so'm, bu 20 ming so'm ha. Buni 13 ming dedingiz ha boya. Bu 13 ming so'm boya. Bu shaftolicha, ancha shaftoli 12 ming so'mdan. Qaranglar, e'tibor beringlar, sifatli zo'r narsalar. Olmalar qanchadan? 7 ming so'mdan mana aka-ukalar, kelaverasizlar. Shaftolisichi? Kuchdan ha, ulardan ekan. Shaftoli ulardan. Gilos qancha? Katta shaftolis qanchadi? Egasi yo'q. Egasi yo'qmi? Bular qanchadan? 15 mingdan ha. Bucha ancha shaftoli? 15 ming so'm. Ancha shaftoli yumshoqqina zo'r ekan. Uzumlar qanchadan? Uzum ko'payib qoptimi? 18 mingdan ekan. Uzumlar ko'payib qopti. Olmachalarchi? 10 mingdan ha. Mana bular arzon bo'lib qolgan ha. 6 ming qara olaman, shunaqa deychi. Bu bana qancha? 18 ming mana arzon joydan qaraylar. Bular ham sizlardan ha? Bular ham shundan hozir aytib bitdi. Mana olchani qaraylar. Olcha serob bosib ketgan. Qanchada olcha? 11 mingdan ha? 11 minglik joydan qaraylar, e'tibor bering. Gilos qancha ekan? 20 ming. Siz aka zo'rmisiz? Qanchadan bular? Olmalar. 15 ming, 10 ming har xil ekan mana. Olmalar ham serob, giloslar ham serob. Cherishni qancha sotasiz gilosni? 20 mingdan ha? Zo'r ekan giloslar mana. Kelaverasizlar aka-ukalar. Qanchadi? Qaroli deydimi otini? Qaroli, sliva ruschasi. Qaroli 7 ming. Zardolini zo'rlar, yog'lilar. Qanchadan bular? 18 ming so'mdan mana bu. Olmalar qanchadan? 10 ming ha? Gilos qancha sotyapsiz? 20 ming. Olchangiz ham bormi? Ha, zo'r ekan lekin 20 ming so'm. Napoleon. 12 mingdan olcha ha. Bular qancha? Pomidor 7 ming. Olmalarchi? 6 olmalar 6,5 ming so'm arzon joyidan qaraylar, sifati ham zo'r. Olcha. Ha, olcha qancha? 12 ming so'm ha. Mesni o'zimiznikimi? Kosonniki ekan mana 12 ming so'm. Kelaverasizlar. Mana olchalar vaqti serob bo'lib qoldi. Ana qancha? Gilos qancha sotasiz? 18 ming ha. Arzon bo'lib qolibdi. Qarolichi? 6 mingdan. Bu qanchada o'rik? 10 ming sizdanmi? Bular qancha? Qovunlar 5 mingdan 10 minggacha. Shu turish ha, kiloga emas. Qarolichi? 4 ming so'm mana arzon bo'lib qolibdi. Sezon hozir kelib ketaveringlar. Apelsinlar 18 mingdan. Bunisi hammi? 15 ming so'm. Mandarinchi? 90 tali nechtalik? 90 yozilgan ekan. 90 tali ekan. Men ana ocha Xitoy limon. 30 ming ekan. 30 mingizmi? Nimachi? Semiryankami? 15 ming so'm semiryanka olma. Shaftolischi? Shaftoli ham 15 ming so'm ekan. Noklaringiz aka? 150 ming, 15 mingdan tushadi ha. Shaftolichi bu kattasi? Bu ham 15 ming so'mdan. Olmalar aka? Olmalar 12 mingdan kelyapti. 10 minglik joydan mana olchani qaranglar aka-ukalar. Do'kon nomeri 329 mana. Kelaverasiz ana shu do'konga. Kelaverasiz aka-ukalar.
Mana bu qarolimi, olvolimi, nima deydi otini? 5000 so'mi? Qarolni ham har xil turi bor. 5000 so'm. Bu mesni limon 50 000 so'mlik joydan arzon. Bu kiloga emas, yashikka sotiladi faqat. Do'konchilar kelib olib ketishsa bo'ladi. Xudo xolasa managa aka-ukalar telefon nomeri kerak bo'lsa managa. Optim joyidan. Mana giloslar sero bo'lib qolgan. Bular qancha gilos? 20 ming, ha. Bunisi-chi? Men 25 ming. Bular aziz kattalar. Bu 25 ming. Mana 23 ming, 25 ming so'mga sero bo'lib qolgan. Giloslar ko'p. Hozir bularni. Shaftollar zo'rlardan kerak bo'lsa qanchadan? Yashikka 20 ming so'm, kiloga sotilmaydi, yashikka sotiladi faqat. Kiloga ham beraverasiz, ha? Kilo 20 ming so'm. 20 dedingizmi? 20 ming so'mdan zo'rlari mana bu. Bular mandarinlar qancha? 30 ming. Nimachi? Apelsinchi? Mesni limonchi? Apelsin 26 ming, bu 55 ming. Aka-ukalar, e'tibor beringlar, qaranglar. Gilosi zo'rlar. Qancha aka? 35 ming, ha? Zo'r atbornilar, 35 ming so'm. Qaranglar, kattalik. Gilos zo'rlari. Mesni limon qancha? 55 ming so'm. Bu ham shu 35 ming narxi? Aka? 35 ming, ha? Kelaverasizlar aka-ukalar. Olmalar qanchada aka? 20 ming so'm, ha? Chiroyli olmagan, zo'ragan. O'riklar qanchada? O'riklar ham 20 ming. Shaftoli ham 20 ming. Katta-katta shaftoli ekan, ha? Bunisi qancha shaftoli? 20 ming. Bu ham 20 ming. Bu ham bu 15 dedingizmi? 15 ming aka-ukalar. Mana bu o'rikligi oldin bizga bor edi, lekin daraxti zo'r bo'ladi, ha, lekin shirin bo'ladi. Qanchadan bu? Bu ham 20 mingdan. Kelaverasizlar aka-ukalar. Qanday ukam bu? Arava xizmati bo'lsa mana aka, bozorga kelasizlar, ukamizga uchrab olasizlar, mana. Kelaverasizlar. Aka-ukalar. Aka, o'rik qancha bo'libdi? 18 mingdan, ha? Zo'rlari mana, qip-qizillardan kerak bo'lsa. Giloslarchi? Bu 28 ming so'm. Bu 18 ming so'm, bu 25 ming so'm. Ucha o'riklar yaltiraydi-ku. Ko'rgan odam artib qo'yibdim deydi, lekin bu yog'li joyidan-da bu. Kelaverasizlar aka-ukalar. Aka, xormang, assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Qancha bo'lyapti bular? Ha, giloslar. Shaftollarchi? 25 ming so'm, bunisi 20 ming so'm aka-ukalar, qaranglar. Gilosni ham zo'rlari mana, kelaverasizlar. O'rik qancha? O'rik 20 ming so'm mana, qarang, kelaverasizlar. Olchalar kimdan ekan? Olchalar 12 ming so'm. 12 mingga sotishyapti, ha? 12 mingga sotishyapti. Olchalar qanchadan? 12 mingdan. Serop aka mana. 12 ming qilib qo'yibdilar. Kelaverasiz, kitobda olchalariga. Arzon chitog'i avjida bugun. Tog'a, qanchadan sotyapsiz? Qarolini 6 mingga sotyapti. Olmalarni ko'ring. Olmalar qancha? Qo'ydim-ki. Qo'yib beraman. 100 ming. Nechi pulda aka? 18 ming. 18 mingdan, ha? Gilos zo'rlar mana aka-ukalar, qaranglar. 18 mingdan mana. Nimaga? Egasi yo'qmi? Sizdan olchalar. Olchalar qancha aka? 11 ming. Olmalaringiz-chi? 10 ming, 13 ming. 10 ming so'm, 13 ming so'm mana. Bu shirinmi deyman, ha? Narx qimmatroq. Olchalar mana. Kelaverasizlar aka-ukalar. Uzum bor ekan, uzumlarni ko'rsatib o'taylik. Qora uzumlar mana. Aka, zo'rimiz qanchadan chiqyapti uzumlar? 20 ming so'mdan mana. Uzumlar ko'payib qolgan, to'ylar olib ketaverasizlar. Mana optim zelinchi, Soxtakan oldiga kelasizlar, xudo xolasa. Arzon joyidan aka. Bular qancha bo'ladi svetoforlar? 30 ming, 25 ming. Qalampirlarchi? 20 mingga 15 ming aka. Bularchi mana gallan petrushkalar? 10 mingdan, ha aka.
Mana bu nima? Rukolarmi? Salat uchun 10 ming. 10 mingdan, salat uchun 10 ming. Salat barglar aka? 8 so'mdan mana. Chesnak bor ekan. Qancha bu? 15 ming. Chesnak 15 ming. Ha, ukam, oling. Bu mesli limon qancha? 53 ming. Mana iceberglar 10 ming. Iceberglar aksiya bo'lib qolgan, ha aka? Mana Mana shu kishi 10 mingdan o'lchab yo'q. 10 mingdan o'lchab 10 mingdan oldilar bu kishi. Qaranglar, salatchilar kelaverasizlar, 10 mingdan aksiya bo'lib qolgan qaranglar. Bu nima edi? 6 ming so'm Ismini basayka. bitta faqat. Basaykalar 6 ming so'm qaranglar mana aka. Mana bu yerga svetoforlar har xilidan bor. Buni nech pul qilib berasiz aka? 25 ming. 25 ming so'm. Salatchilar zo'r, ha aka bu. Cherry. 25 ming so'm bu ham aksiya. Cherry aksiyaga 25 ming so'm. Mana icebergni bosib taylaganlar. Aksiya bo'lgan, xudo xolasa kelib olib ketaverasizlar mana aka. Pomidor bitta ko'rsatasizmi aka olib? Shodali pomidor. Buni qancha aka? Bu 12 ming so'm. 12 mingdan zo'r ha aka, вообще qattiq ekan. Mana kelaverasizlar, aka ukalar. Xullas zelenni optim joyi zelencha aka. Hurmatli tomoshabinlar. Zelenlar qancha xola mana bular? 5 so'mdan bor. 5 so'mdan ha, buchi? Bu ham 5 so'mdan. 5 so'mdan. Hammasi ikkitasi 1000 so'mdan. Ikkitasi 1000 so'mdan ha. Salatlarga 1000 so'mdan. Soat boriga 1000 so'mdan mana aka. Chesnak bor ekan. Chesnagingiz qanchadi? Piyoz ha bu? Barra piyoz. Yog'i 1000 so'mdan. Rayhonlar bor, petrushkalar bor. Bularni nech pullandingiz? Ikkita 1000 so'mdan mana aka. Salat bargi bor. Salat bargi qancha? 1000 so'mdan. Svetoforlar qancha sotilyapti? Nech puldan sotilyapti? 20 mingdan ha. Bargerlar qancha aka? 5 ming so'm ha? Aksiya 5 ming so'm bo'lib qoldi. Qaranglar aka ukalar. Mana, tomoshabinlar. Qaranglar aka ukalar, xo'jalik uchun juda kerakli bo'lgan supurgichilar akalar oldiga keldim. Supurgilarning narxlarini aytib o'tamiz. Qarang, Yerqo'rg'on bozoridan orqa darvoza, ikkinchi darvoza shunday kirib kelasizlar, ukamizni olib kelaverasizlar. Va alaykum assalom. Qandaysiz? Qancha bo'lyapti bular? 27, 26 ming. Bu 25 ming so'm ha? Bu 26 ming. Bu 25 ming so'm ha? Qarang, bu supurgilarning sariq, qizil farqi nimada bilasizmi? Qizil supurgilar qattiq bo'ladi. Aha, qattiq bo'ladi, qizil supurgilar. Qizlari bor. Yumshoq bo'ladimi bular? Yumshoqqina analar supurishga qulayroq, tez supurishga. Bu ana bilan ha? Tez supurishga qulay ha, sariq baribir. Qaranglar mana, har xilidan bor. Xullas kelaverasizlar. Supurgichi ukamiz tanib qo'yinglar, mana shu ukamni olib kelaverasizlar. Bemalol bizda aytib kelsak, chiroyli qilib yurasiz ha? Xudo xolasa. Charchamang. Pomidor bodring akalarimizdan oldiga kelganman hozir. Bugungi narxlarni aytib ketamiz aka ukalar mana. Pomidor narxlari ancha tushdi. Aka, narxlar qancha bo'lyapti? 5,5 beryapti. 5,5 mingdan beryapsiz aka. Narxlar ancha taylabdi mana. Soat 9 bo'lyapti salkam. Kelaverasiz Qo'rg'on bozoriga mana aka. Pomidor qancha bo'lyapti aka? 5800 dan ha? 5800 dan. Bodring so'rayapmiz hozir. Bodringlar qancha bo'ldi narxi? 5,5. 5,5 ming so'm, arz bodring ha? Arz bodring 5,5 ming so'm. Aka, pomidorlar qancha bo'ladi? 5 ming bo'lyapti ha narx. Pomidor qancha aka sizga? Pomidorlar 7 ming. 7 ming so'm ha? Bularchi srednilar 5 ming ham aka. Arz bodringchi? 8 ming ha, mana arz bodring. Srejista. Pomidorlar qancha sotyapsiz? 5 ming so'mdan ha? 5 ming. Aka, sizga pomidor qancha? 5,5 ming taroziga aka. Bodringlarchi? 6 ming arz bodring ha? 6 ming so'm. Aka, sizga qancha? 5,5 mingdan beryapsiz ha? 5 danmi? 5 dan. Ya blogerman. Qancha bo'lyapti akalar? Pomidor. Pomidor qancha aka? 6 ming, 5,5 ming ha? Aka, salom alaykum. Qancha bo'ladi bodring? 7 mingdan ha mana aka. Orzu bodring. Zo'r adbonlar aka. Assalomu alaykum. Qormay aka. Salom alaykum. Yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Qancha bo'ladi pomidorlar? Bular aka Adbonlari alamena 6,5 ming so'm.
Tagi ham bir xil chiqyapti. Ikamiz. Zo'rlar mana aka. 6000. Qormang. Yaxshimisiz, charchamaysiz. Ma'laykum. Qanchadi bu? Assalomu alaykum. Buni 5000 mana. Podpischiklaringizga 4800 beramiz. Realni, Realni bor ko'ring. bombami? Bomba. Bomba mana aka. Bu qancha aka bu? Buni 6000 beramiz, mana buni 6500 beramiz. 6000 ga 6,5. 6000 beramiz. 6000 so'm mana aka. 5800 beramiz. Podpischilarga. 5800 so'm. Yo'q, hammasi taros qiling. Ibrohim, blogerda podpischki bo'lsangiz, balki 5800 so'm beramiz. 5800 so'm. Gallanda bu? Ha, gallan. Nechta? Gallan 3000 so'm. 3000 so'm gallan. 2,5 ming so'm. Mana bu mana hotdogli pomidor 2000 so'm. Hotdogli pomidor 2000 so'm. Shashlikli pomidor ham mana 2000. Shashlikchilarga olib Shashlikchilarga olib ketdi. 2000 dan rozivichi? Rozivi 5000 mana siz podpischklaringiz. Rozivilar mana 5000 aka Bo'lsa aka. bir xalq bo'lsa, bir manfaatli Bo'lsa xalqqa bo'lsin. 10 kiloga 1 kilo bonusi bu. 6 oy nasiya. Mana aka ukalar Qashqadaryo, Qarshi Yerqo'rg'on bozori, qovunchi akalarimiz oldi. Kelaverasizlar. Qovunlar narxlari mana ikkinchi darvozada shunday kirib kelasizlar. Narxlar qancha bo'lyapti dehqon aka? 3,5 mingdan beryapsan kilosini. Bularchi? Bu ham shunday. Bu qovunlarizchi? 5000 kilosi, ha? Bu nima edi oti? Amriqovon nech puldi? 5000 kilosi kelaverasizlar. Qovunlar serob mana aka. Aka ukalar mana. Mumkin shunaqa. Qovunlar qanchadan kilosi? 5000 so'm. Xandalaylarchi? Xandalaylar 7000 so'mdan mana aka. Surxondaryonikimi? Bu. Qayerda o'zimiznikimi? Ko'kdalam. Shu O'zbekistonniki ekanda mana. Akalar xormaylar. Qanchadan bo'ladi narxi? 2000 so'mdan, ha? Birinchi terim adborni tarixida mana aka 2000 so'mdan. Kelaverasizlar mana aka. Yerqo'rg'on bozori. Kartoshka piyoz akalar qatori kelganmiz hozir narxlarni so'raymiz aka ukalar. Bugungi narxlar piyozlar. Aka xormay, piyoz qancha sotiladi? 1200 so'm, ha? Tozalanmagan ekan, tozalanmagan. Aka zo'rmisiz? Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Zo'r. Kartoshka qancha bo'ldi? Piyoz yo'q. Mana aka. Piyoz, kartoshka. Piyoz qanchadi? 1800 so'm, ha? Katta piyoz ekan 1800 so'm. Aka kartoshkalar qancha sotildi? Hormang, assalomu alaykum. Ko'ramiz. 4,5 mingdan, ha? Oxiri 4,5 mingdan mana aka. Qaranglar, adbornisidan, zo'ridan kerak bo'lsa 4,5 mingdan mana. Mashinaga bosib taylaganlar ekamiz. Kelaverasiz Yerqo'rg'on bozoriga. Bu mashina ham mana hozir. Akalar xormaylar qancha bo'lyapti narxi? Ha, kartoshka. Srednisi 2000 so'm, kattasi 4000, ha aka? 4000 dan mana aka. Bugungi narx shunaqa. Kiloga necha pul sotilyapti arolar? 4000 so'mdan, ha, kartoshka. Qizilichi, qizili ham shunday. Qizil ham shunday. Sotilyapti Yerqo'rg'on bozori. 4000 dan.